Her Mbappé'de yaxşı top tepede qalımı papayan yo situasyada hazır Qashqarning ko'chmalarida matan situasyada 10 million qimmatidagi hatta undan yuqori boylik egola alaysiz mazmunga diqqat qilsangiz juma qarindoshlar o nimaki aytsanglar filmning oxirigacha astoydil anglab chiqsanglar uni so'zlashdan burun bir xabar to'g'risida o'rtoqlashib kelib qoldik. Qashqar Lonqisi deb futbol musobaqasi o'tkazmoqchi ammoning xabari va 11 oyning 20-chisi hamda. Men bilan munosabat yo'qmi degan o'ylamanglar. Bu qitimqi Qashqar Lonqisi xabaranglar 4 milyon mablag' silingan hatta şu hazır davlat ichidagi shu butun sayışlarning ichida Jang Jingsi eng yuqori o'rinda turadigan musobaqa ekan. Bu biz bilan nima munosabati bor deb so'rashingiz mumkin. Ko'pincha avval shu Shinjonglik deb bo'g'cha, shu kavobchi deydigan bir belgi urug'liqqa, umumiy bir nomusqig'idek belgimiz emas. Dimsum kavobni o'xshatib yalaymiz, lekin bo'lsa taxmo mol. Shinjonglik deb bo'g'chi futbolchi, madaniyat, usulchi, artist, chiroyliq deydigan manda jiqchiq manda vatanparvar deydigandek manda jiqchiq belgilanib bir vusaq o'zimizga. Qozog'istonda o'tkazilgan musobaqani ko'rdinglar. Qozog'iston yenimizdagi qo'shni davlat. Ashchinda Real Madrid Xongmavla mana xo'sham yo'q komandaning kiyimini kiyib olibdi. Men shunda havosimi Ashchinda Xongmavla o'yinida. Biz demoqchi o'ynayolmaymiz. Bizning yerimiz kam. Buningga biz qanday to'p qatimiz sanglar qarindoshlar. Shu Qashqar Lonqisi menga emas juma. Qashqar Lonqisiga munosabatlik tashviqot film chiqargan har qanday bir azizana urug' tuqqanlarimizga yurakni aymay bisib taqdi va sangli tilpini mushtalam qilaversanglar bo'ldi sildan boshqa ish ketmaydi. Eng cho'ng to'pang shu. Har bir yurakni bir o'shiq bersanglar, mush filmga shu bir odam o'shiq ko'rdi. Qancha jiq odam bilsa, ashxonachidaganlar bir xaybolni tiklab qo'ysalar, bizlar bir mashinamizga choplaymiz. Ammo shaharning ichkaridan Shinjongning har bulonlarida tabi nem qilsak maqsad mush qanchalik cho'ng g'olg'ol qo'zg'ay olsak, qanchalik jiq textin qo'zg'ay olsak, mablag' sag'chilning ichkirdagi Shinjongdan chiqmasa ichkirdagi har cho'ng mush 30 binning textin qo'zg'ay olamiz, ashuni qiziqtira olamiz, o'li chirib to'xtayama mush qitimqi musobaqada nurg'un yosh o'smirlar yoki ilog'ini bolalar o'zining futbolga nafsi bilan saviyasini bir namoyanda qilsa taxmi cho'ng sahnaga erishgili bo'ladi. Azizbilla chisa taxmi kasbiy maktablarni bo'z klublarni qurib ketsa, futbol muhiti taxmi bir daraja o'sib mangsa, bizlimi bir atogun bir xongma basali bilan musobaqa tushganda Jayo Mehmetcan deb biz bir vaqirab bir ashta xalqarалық sahnaga chiqsak bizga yarashida. Mbappe bilan Neymar shu anasining qo'shiqida to'p o'ynab tushmabdi ekan, shu cho'g'ilab yuribdi ekan qasmoq ko'chining bo'yida to'p deylib. Shunda bir fursat kelib shu maydonga irti solib qopdi. Nemishqa Braziliya Argentina aldan jiq chiqdi bu irtisi desanglar, shu muhitning shevi. Hammadan futbolga so'yingandikan, maydonda pakiz tug'gandikan, kasbiy sistemlik tarbiyalaydigan odamlar jiq olgandikan, mablag' sag'chil jiq olgandikan, shuninglar barabara ta'sir kuchiga erishib yo'g'onaydigan gap bu. Men bir Qashqarlik ulash sifatim bilan o'zimning jutining shu faxrimizda hamda shunchalar cho'ng bir musobaqani uyushtirib jungo bo'yicha degan bu kichik gap emas bu. Vatanimiz uchun, Shinjong uchun yurakni aymay berib taqtib qo'ylar. Qatnashgan komandalarning yaxshi natijaga erishishga chin ko'nglimda umid qilaman. Hamda vaqti kelganda naq maydonga vaqtimizning yetishicha imkoniyat bo'lsam, eng oldingi safda turib, dumboq o'zamchilab, shu varini o'zam to'lab, shu o'zam madad berman. Unda esa Qashqar Lonqisida ko'rishdik. Jayo.